Angliyada ishlaylik. Angliyada 6 oylik mavsumiy ish haqida sizlarga bugun to'liq ma'lumot berishga harakat etamiz. Xudo xolasa yashash sharoitini-chi, nechta yerda yotamiz, nechta yerdan turamiz, ofisi, dam oladigan joylar, yuvinish, kirish xonalaridan sizlarga batafsil ma'lumot berishga harakat etamiz azizlar. Videomizga bir like bosinglar. Biz sizlar uchun obzorimizni boshladik. Ishi turgan joyimiz har kun azonda kelib, avtobusga minib yetadigan yerimiz bo'ladi. İşçiler chiqadi, ish yerda yengil olishadi hamma. Kimdir 12-15 adam bo'lsa mikroavtobusga minadi, 25-30 adam bo'lsa avtobusga minadi. Avtobuslarimiz hozir yo'q, dam olish kuni shu yerdan ish joyina tarqaladi. 1000 adam ham ish yerga chiqib, ish yerdan tarqaladi azizlar. Yetdik ofisimizni, общий zdaniyamizni sizlarga obzor qilib beramiz hozir, nasib etsa. Angliyaga qiziqib turganlar uchun. Endi Instagram'a uzun videolar sig'maydi, shu uchun YouTube'a joylashtirishga qaror etdik. Xudo xolasa Instagramda kommentda ko'p yozib turibdilar. Yashash sharoitlarini ko'rsatib bering deb. Bemalol YouTube kanalimizga kirib ko'rishlari mumkin. Tak, ayollarning yuvinish xonasi, erkaklarning yuvinish xonasi. Ulu zdaniyamiz bo'ladi. Zdaniyamizning bosh qismida, o'rtasida va oxirida 3 joyda joylashgan bo'ladi. Kirish xonasi, yuvinish xonasi, ovqat pishirish oshxonamiz 3 yerda joylashgan bo'ladi. Bu yerda esa tennisli stolimiz bor. Ishdan keyin bemalol dam olish kuni tennis o'ynasangizlar bo'ladi. Chap qo'limizda oshxonamiz bor. Bemalol kelinglar, oshxonamizdan bir qator ko'rsatamiz. Umid chiqib turing. Qarab indiring. Bu esa oshxonamiz, ko'rib turganlaringizdek, zdaniyamizning bosh qismida joylashgan oshxonamiz. Bu srednisi, o'rtada esa katta oshxonamiz joylashgan bo'ladi. Bershunning xona ham sattarashchilik etsa bo'ladi, ham rabochiy kiyimlarni chiqarib, bemalol aydik-paydiklarni chiqarib, keyin karavonlaringizga borsak bo'ladi. Bu yerda esa kirish mashinalari. Kirish mashinalari jo'ralab bu yerda ullu bo'ladi, yonikidan kichkina emas. Ko'rib turganlaringizdek katta kir mashinalari, kurtagon 4 tona kabinasi bor. Issiqqinatik uchiklab beradi. Bilasizlar, Angliyada yog'ingarchilik ko'p bo'ladi. Bemalol kirni yuvasizlar, tara sarf qo'ysangizlar, ozanadan qurimaydi. Quritish kabinasini solsangizlar, issiqqina olib turadi. Cho'tki bo'ladi. Bu esa karavonlar bo'ladi. Ana, shu 10-karavonimda kamina kamtarin jonimdagi so'ylab turadi. Har xona 2 kishilik bo'ladi. Uzoqdan bir ko'rsatsangiz bo'ladi. Da. Har xonada 2 kishilik. Xolodilniki bo'ladi, hamma narsasi bo'ladi. Bu yerda esa yana yuvinish xonasi, zdaniyamizning o'rtasida bu yerda jeniski. Bu yerda esa dam olish, kino ko'rsak bo'ladi, masalan, Wi-Fi bor, futbol ko'rsa bo'ladi, dam olib, kitob o'tirib, bemalol vaqtingizni o'tiradigan xona bo'ladi. To'xtang. Kitoblar ko'p, televizor ko'p, shashka, shaxmat, karta, hamma narsasi bor. Bemalol shu yerda do'lg'on kun barsangizlar ham bo'ladi, ziyofat yoki bo'lmasam har bozor kuni cho'rni yetib turib, nemma yetib turib o'tirsangizlar ham bo'ladi. Ko'chada mangallar ham bor, shashlik, pashlik pishirsangizlar ham bo'ladi azizlar. Kelinglar. Bu yerda bisetkamiz. Tarjib turing. Ana bisetkamiz ham bor, daraxtlar. Keling o'zi mashq tomondan chiqib ketaveramiz, keling. Ha, azizlar, bir narsani aytib o'tib ketaylik. Shu yerda ulli bir skloti bor. U yana ketchak vaqti kiyimlaringizni korobkaga solib, posudalaringiz, kiyimlaringiz, rabochiy kiyimlar hammasini korobkaga solib, skotchlab, streshlab, shunda qo'yib ketasizlar. Keyin chaqirgan vaqtda kelib, adi familiyalaringizni yozib ketasizlar, kelib bemalol shu korobkani olib o'zingizni o'zlaringizni yana ishlatishlaringiz mumkin bo'ladi.
ko'rib turganlaringizning karavanlardim ko'p. Bir vaqtning o'zida bu yerda mana shu zdaniyada 2000-3000 odam bo'ladi azizlar. Har xil karavanlarimiz bor. Manzaraga qarang. Manzara vahshiy gap yo'q. Endi kamerada cho'k ko'rinyaptimi yo'qmi bilmayman, lekin shu azizlar zdaniyamizning o'rtasi bo'ladi. Sentri bo'ladi. Bundan keyin yana ham karavanlar joylashgan, 100 ga yaqin. Yana kiruvchi xonalari, oshxonalari bor. Biz hozir shu o'rtasida videomizni davom etamiz. Sizlar ozgina ma'lumotlar o'tib ketamiz. Angliyani ishab borsak bo'ladi. Birinchi 3 xil etib kelsa bo'ladi. Birinchi navbatda migratsiya orqali migratsiya borsangiz o'zi saytlarini aytadi, o'zlaringiz to'ldirib kelsangizlar bo'ladi. Ikkinchisi esa Angliyada yurgan donishlaringiz bo'lsa, bemalol sizlarni yozdirsa bo'ladi. Uchinchisi esa через посредник orqali kelsa bo'ladi. Ko'pchilik shunday gap turibdi, lekin biz посредник haqida sizlarga ma'lumotlar bilmaymiz. Uni o'zlaringiz so'rab surishtirsangizlar bo'ladi. Menimcha videomiz yoqdi deb o'yladik. Like'larni bosib qo'yinglar azizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zlaringizni ehtiyot etinglar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.